Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Xo'p, bolajonning qulog'i qattiq og'rib kelgan. Ko'rsak, pardani orqasida yiring to'la, yarmigacha mana oppoq sariq ko'rinib turibdi. Pardani itarib, ishirib, og'ritib, yiring to'la. Bu qayerdan keldi? Burundan keldi. Burun bilan quloq liniyasi bitta. Esingizdan chiqarmaymiz. Shuning uchun quloq og'riyaptimi? Darrov lorga yuguringlar. Qachondir bu bolani burni oqib, keyin to'xtab qolganda qulog'iga o'tib ketib qolibdi. Endi nima qilish kerak? O'tkir jarayonga antibiotik yoziladi. Ichi qotishi mumkin emas. Burunni yuvib berdik, tortib chiqardik. Yiringni o'zlaring agar eplolsalaring, uyda tozalab yursalaring ham bo'ladi. Lekin parda yirtilib ketish ehtimoli bor, zarba tegishi mumkin emas bunaqa paytda. Faqat lorga davolanadi, pediatr emas.